Samarqand viloyatining Toshtarg'om tumanidan asli. Hozirgi kunda aytdim, O'zbekistonning eng nomdor futbollaridan ijtimoiy tarmoqda. Polvon, avvalambor hurmat qilib keldingiz, katta rahmat. 100 ga bersin, omad tilaymiz. Sarvar polvon, Navoiy viloyatidan kelgan polvon. O'zbekistonda eng oldi polvonlaridan. İjtimoiy ham ko'ryapsiz, bundan tashqari bizning o'lkada ko'p marta kurashgan. Ikkala polvon nomdor polvon. Shuning uchun katta rahmat aytmoqchimiz to'y egalari nomidan. Agar ruxsat bersalaringiz, to'yning egasini bitta chaqirsak, aka-ukalarini to'y bitgan yigitchamizni taklif qilsak shu yerga. Nima dedingizlar? Bitta olqish olib bersak-da polvonlar bilan birgalikda. Bosh tova qo'yishimiz O'zbekiston chempionati bo'lyapti. Shuning uchun polvonlar borib bu yerda kurashadi, xudo xolasa. Bizga ruxsat bersangiz, ertaroq kurashaylik dedi. Qolganlar esa yana davom etaveradi kurashimiz. Tushunyapsiz-a? Keling, aka-ukalari, agarda nima bo'ladigan bo'lsa,